Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Sizlar bugun sizlarga so'zlaydiganim taraqqiyot psixikasi. Ham taraqqiyot psixikasi degan nima esa, odamning balliq davridan, hatto turgan vaqtdan taraqqiy qilib, eng oxirida cho'ng bo'lguncha orliqda besib o'tadigan nurg'ulg'an psixika omillari, aningdagi uning mingis yuz beradigan o'zgarishlarni tushundiradigan sohasi hisoblanadi. Ko'pincha vaqtdoshlar texe balliq bo'lmaganlik uchun yoki to'y qilmaganlik uchun balki ularga taraqqiyot psixikasini bizning o'rganishimiz muhimmi deb qarash mumkin. Men bularga doim bunday bir savol qo'yaman. Unda o'z bir tag'ilot qora tug'ilib uning oqsiq chiqamdi yoki oq tug'ilib uningga qorasiq chiqamdi degan savolni o'tirib qo'yaman. Nurg'un bolalarning yoki nurg'un kishilarning subyektiv hissiyoti bo'yicha ilmiy bo'lmagan holda balkim tag'ilot tug'ilishla indati deb turilishi mumkin. Hamlet bu nimaga vakillik qildi desa, nurg'un bolalarning o'zining orzusini yoki qiyosini yakun qilib ishlatish xarakterini belgilab qo'ydi. Amaliyotda tag'ilot hargiz tug'ilishdanla u xil holat tug'ilmaydi. U odatda turalma yoki bo'lmasa asli tag'ilot shaklini jarayonida qora holat shakllanib, oningdagi uningga oqsiziq chiqishga boshlaydi. Demak, mana shundoq narsalarni tushunish. Masalan, tag'ilotni misol keltirdim. Odamcha bir intan eski bir odam u hargiz eski bo'lib qolmaydi. U chuqur tug'ilgan vaqt yaxshi edi. Chunki har qanday bir bu vaqt tug'ilgan vaqtda yaxshi odam bo'lib tug'ildi. Endi u keyin uningga xuddi tag'ilot har xilsiq chiqqandek, uningga yashash jarayonida har xil ojizliklar, har xil kamchiliklar chiqishga boshlaydi. Dal shundoq narsani tushunish biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan taraqqiyot psixikasining asosli xizmati hisoblanadi. Unda bo'lsa biz bolalarning o'sib yetish jarayonidagi jarayonni to'rt bo'lakka bo'lamiz. Birisi sezgur motor davri, ikkinchisi oldingi mashg'ulot davri, uchinchisi konkretniy mashg'ulot davri, to'rtinchisi rasmiy mashg'ulot davri. Albatta bolalarning psixikasini tushunish har bir ota-ona intan ko'ngil bildigan bir masala. Shunga men buni bir qadar tafsilroq so'zlab beraman. Shunga yaxshiroq diqqat qilishingizni umid qilaman. Unda bo'lsa sezgur motor davri. Ham bu ismdan chiqib turib o'tibdi, bu sezgu motor davri.
Bu nim deganlik desa, buvaq 0 yoshdan 2 yoshgacha mushu bosqichni besib o'tadi. Bu sezgi motor davri nimidan qandoq bo'lib bu ism qo'ylab qolgan desa, chunki bu davrda bolalar shaylarni, muhitni, har qanday narsani asosiy jihatdan tutish, ko'rish orqali biladi. Bunda açık aytganda, o tutalsa, ko'sa, ma'lum narsani mavjud deb qaraydi. Agar tutamasa, ko'misa, mavjud emas deb qaraydi. Masalan, bir buvaqning oldiga uning sut butilkasini qo'ysam, o ba deb qaraydi. Mayqil tatib etsam, o g'oyib bo'ldi, undaq narsaning mavjudligini unutib qoladi. Unda esa bu xil inkas nima tushundirib, bizga zot nima tushundirib turibdi desa, bir ona balning yenidan arilgan aman buvaqning kallasida onu mavjud bo'lmaydi. U hargizmi birdamdan keyin keladi, yoki bayatning sut butilkasi oqimda yoki yenimda degan tuyg'u bo'lmaydi. Uningda mangulik mavjudlik deydigan bunday ideya bo'lmaydi. Shunga bu davrda onlarning diqqat qildigan nima degan vaqtda biz ko'proq tavsiya qildigimiz ko'rish, ya'ni ko'rish orqali tarbiyalash. Ko'rish orqali tarbiyalash degan nima esa bu vaqtga amalba ko'ziga ko'proq qarab berish. Bo'libmi ona. Men ba'zi onlarning bolalarni maya kelib olganini yoki maya kelib olganini, ba'zining hatto oq kelib olganini ko'rdim. Amaliyot qaysi ang to'g'ri desa, bolani oldiga elib olish orqali ona bilan buvaqning ko'zining ushishish qitim sonini oshirish kerak. Demak, bir ona bola qancha ko'p qarab bersa bu davrda bolaning sog'lomligiga, psixikasiga intayin foydasi bor deb qaraymiz. Unda bo'lsa, mushu davr jarayonida biz alohida bir davrni tilga olishimiz kerak. U bo'lsa 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan davrda ma'lum bir alohida davr bor. Bu davrni biz odatda latin tilida, ingliz tilida mother and father dynamics deymiz. Mother and father dynamics degan nima esa ona, dada dinamiksi degan gap. Bu nima degan gap desa, mushu davrda, ya'ni 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan mush vaqtda bola mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, onadan darhol muhabbati, ya'ni yaxshi ko'rishi dadaga o'tib ketib qoldi. Bu vaqtda mundashib aytganda dadaga eng muhtoj bo'lgan davri. Shunga mush davrda amalba dadalar bola bilan qancha ko'p aloqa qilib bersa, qancha ko'p bo'libmi tutish, quchoqlash, ma'qul o'ynatish yoki ko'pincha targ'ib qilganligi kakuk o'yini deb qo'yamiz. Masalan, bir muko'lib paydo bo'lish. Bunda qo'yallarga balla intayin qiziqadi va bunda qo'yallarning odatda mingni g'idiqlash, inkasini tiziltishga intayin roli bor. Shunga 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan vaqtda dada cho'qim bola bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish kerak. Agar dadasi bo'lmasa shu degan vaqtda dadaning rolini o'taydigan, masalan, onaning akasi bo'lamdi yoki inisi bo'lamdi yoki onaning dadasi, ya'ni buvaqning cho'ng dadasi bo'lamdi. Bular cho'qim bir mush vaqtda bu bola bilan ko'proq aloqa qilish kerak. Biz buni odatda ana, dada, bola dinamiksi deb ataymiz. Endi 18 oylikdan kirgan vaqt shu degan vaqtda bu davrda bolalar bu davrni oyoqlashtiradigan mezgil bo'lib qoldi. Shunga bu vaqtda nurg'un naslning ko'z oldidan yo'qolib ketsa-mu, ya'ni qaytib kelganligini biladi. Ya'ni mavjudlik tuyg'usi. Bu nas ba degan tuyg'u asta-asta shakllanishga boshlaydi. Bu vaqtda bolalarning xarakteri qanday o'zgarish berdi desa, ma'lum narsaga majburlashni, ota-onaning sabr chekini sinab boqadigan bir mezgili. Mushu davri kelgan vaqtda, ya'ni birinchi sezgi motor davrining oxiri kelgan vaqtda balda qiliq shakllantirgan eng yaxshi shakl. Ya'ni bu vaqtda balaga ba'zi narsalarni qis bo'lmaydiganligini o'rgatsimi bo'ladi. Ammo bu jazolash orqali emas. Qanday qilish orqali deganda, men oldingi shartlashdimmi deb o'tib ketdim. Agar bu vaqt bola yuziga xatar keldigan yoki qilish tegishli bo'lmagan ma'lum ish qilgan vaqtda ota-ona bunga vaqirab, wuduqib ketish orqali emas, nihoyat muloyimlik bilan, ammo bir xil izchillik bilan uningga ko'zi qarab turib bu vaqtning kulib turib beshin langish orqali bu vaqtning oshni qiysa bo'lmaydiganligini uqtirib qo'yish kerak. Men bir qatim takrorlab qo'yay. Uning vaqirash yoki chaqirash yoki silkish, urish orqali emas, ko'zi tikilib turib, kulimsirash orqali to'xtamay yaqtab turib olganda bu vaqt bu harakatni darhol qilishni to'xtatadi. Nima ish qiladi degan vaqtda 18 yoshdan 2 yoshga kirgan mush davrda bu vaqtlar
tug'maldilam ota-onasining kayfiyatini his qila oladi. Mayli onaning kayfiyati yoki dadaning kayfiyatining qanday o'zgarayotganligini bola intayin aniq qildi bila oladi. Shunga bu davrda ona bilan dada urushib qolgan vaqtlarda o'zining kayfiyatini qo'rqinchli bo'libmi, qo'rqingan, intayin tashvishlangan bu xil chiroy ifodalarini amal bu vaqt ko'rsatmasi kerak. Agar mush vaqtda bu vaqt ularning tashvishli qiyofatini ko'rsa, bu vaqtimi tashvish yuz berdi. Chunki bu xil passiv bo'lgan kayfiyat hodislarining hammasi amaliyotda bevosita bolaga hanzucha shazay deb qo'yamiz hamda bevosita kuchirilib mangdigan gap. Shunga buningga alohida diqqat qilish muhim. Hamda bu davrning oyoqlashganligini qanday bilamiz desa, bu vaqtning sut botilkisini ma'lum narsaning orqiga yushirib qo'ysa, bu vaqt ashini izlab topa olgan bo'lsa, unda bo'lsa sezgur motor davri bitdi degan gap. Unda ise bu davr degan ota-onalarning alohida diqqat qiladigan bir narsa, u bo'lsa til qobiliyatining chiqishi. Albatta, hamda til qobiliyatining yaxshi bo'lishi bolaning aqliy iqtidorining taraqqiyotiga belgilik darajada foydasi bor. Gerçi butunlay uning aqlliq darajasini bekitib etmagan taqdirdami, til qobiliyatini bildigan so'zligi yoki ma'lum narsaning ismini atalash iqtidori qancha yaxshi bo'lsa, bu bolaning keyingi maktab hayotida albatta belgilik darajada foydasi bor. Unda esa bolaning til qobiliyatimiz qanday shakllantiramiz? Buak degan xatning o'zi odatda latin tilda infant deb ataladi. Infant degan gapning so'z yiltizini biz aqtursak, bu odatda so'zlayanmaslik deganini bildirdi. Ya'ni buning lug'at ma'nosida ma'qul ifodalagan. Unda esa latin tildagi bu gapning ma'nosi nima degani so'zlayanmaslik. Ovoz chiqmaslik, so'zlarni qilib ovoz chiqarmaslik emas, so'zlayanmaslik. Unda olsa bu qancha oylik bo'lgan vaqtda tunji gapni chiqara oladi bo'lsa, 9 oylik bo'lgan vaqtda. Unda olsa 9 oylik bo'lgan vaqtda u tunji xatni, gapni, so'zni deyalidi. Yoki dada dedi, yoki apa dedi. Unda olsa u mush gapni degan vaqtda uning buvoqlik hayot tugaydi. Unda olsa biz bir narsa yekildik. Unda olsa bolaning buvoq degan ismdan qachon qutuldi desa, 9 ay bo'lganda u qutulishga boshlaydi. Ya'ni tunji qiz gapini degan vaqtda u buvoq bo'lmay qoladi. Gerçi biz keyin uni aytilgan buvoqda avginimizdan agar so'z ma'nosidan elib aytgan vaqtda uning buvoqlik hayoti 9 oy tugaydi. Unda esa bu bolaning so'z qobiliyatini biz qanday qilib shakllantiramiz? Unda esa buvoqning so'z qobiliyatini shakllantirishda mundaq 6 xil nuqtaga bek diqqat qilish kerak. Birinchisi 9 oylik bo'lgandan keyin, bu kichik bolalar, kichik bu buvoq holatdagi bolalar odatda ma'lum narsaga qaraydi. Mush qaragan vaqtda tizinkas, ya'ni ana yoki dada buni bayqanaman, ya'ni 5 sekund ichida deymiz odatda. 5 sekund ichida bola qaysi narsa qaragan bo'lsa, shu narsaning ismini aytish. Demak, uning til qobiliyatini shakllantirishda 6 nuqta bor. Uning birinchisi nima bo'lsa, tizinkas. Yani pilos qo'yib qo'ydik. Pilosning o'zi nima bo'lsa, buni qo'llaymiz degan gap hamda. Demak, bu vaqt ma'lum narsa diqqat qildi, shu 5 sekund ichida ana yoki dada uning qaragan narsaning ismini atash orqali uning inkas qaytirish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Munosabatlashtirish degan nimasi? Nima qaragan bo'lsa, shuning ismini deb berish. Agar televizor qaragan bo'lsa, radio deb turib berish, yoki ish qaragan bo'lsa, uni dariz deyish emas. Nima qaragan bo'lsa, qaragan narsani munosabatlashtirish. Yoki bo'lsa, u quliga qo'ncha qolgan bo'lsa, sen qo'ncha qolding deb berish. Yoki televizor qaragan bo'lsa, televizor ko'ryapti deb berish. Demak, uning harakatlarini munosabatlantirish. Uchinchisi tushundirish degan nimasi? Tushundirish deganimiz bu hamda odatda bir yoshdan o'tib ketganda jiqroq ishlatamiz. Jumla orqali bu vaqtning qilayotgan harakatini yoki ana dada o'zining qilayotgan harakatini jumla orqali tushuntirish. Masalan, ana quliga ma'lum narsani elib olish orqali bu menda qilyapman yoki bu qo'nchaq hozir mengyapti. Agar bu vaqt bir qo'nchaqni, yana bir qo'nchaqning yeniga kelgan bo'lsa, ikki qo'nchaq hozir do'st bo'ldi, eyiqchaq do'st bo'ldi deb, uning osh qilgan harakatini so'z orqali tushundirish. Biz buni tushuntirish deymiz. To'rtinchisi inkas paydo qilish, ya'ni diqqatini yetkazish. Agar bu bola hech chiqmayotgan bo'lsa, masalan, televizor tikilib qarab qolgan bo'lsa, yoki ma'lum narsaga hech qanday diqqat nazarini og'dirmagan bo'lsa, qasddan uning diqqatini burash.
Ya'ni qo'nchoqni ko'rsatish, qo'nchoq manda qildish, uni qo'yab-qo'yablam, orqadan yana bir narsa anish. Uni tushuntirib qo'ygandan keyin yana bir narsa anish. Bu nimani keltirib chiqardi desa, bolaning inkas tuyg'usini tezlashtirdi. Unda men bir qatam yig'inchoqlik aytaman. Bolalarning til qobiliyatini shakllantirishda 4 pilos holat, ya'ni aktiv holat bor. Birisi nima deganda tiz inkas. Tiz inkas degan nima esa, u ma'lum narsa diqqatni og'dirgan zaman 5 sekund ichida uning inkas bildirish. Inkas bildirish degan nima esa, shu ko'rsatgan yoki tutgan narsaning ismini deb berish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Ismini atgan vaqtda yoki tushundirgan vaqtda chuqum tutgan narsalar munosabatlik bo'lishi kerak. Chunki bu tunji qatim bu vaqtning bolaning kallasida paydo bo'lgan inkas keyin cho'ng bo'lgan vaqtim ashundaq tushundi uni. Masalan, ba'zi bolalar kichik vaqtida dadasini yoki cho'ng onasini yoki cho'ng onasini boshqa bir ism bilan atib olgan bo'lsa, keyin cho'ng bo'lib ketibmi? Cho'ng dada degan o'rniga shu o'zi kichik vaqtida atgan ism bilan davomlashtirganga o'xshash. Shunga buning yakomuz biz Ibn Xavsning gap bo'yicha bilimning original muhim deymiz. Shu tunji vaqtida ismni to'g'ri atab berish. Üçüncüsü ise tushundirish. Tushundirish deganimiz misol harakatlarni anda qilyotdi, mamanda qilyotdi, u manda qilyotdi, mamanda